Assalomu alaykum. Sizlar bilan Pantera. Bugungi videomizda biz sizlar bilan PUBG Mobile tarixidagi eng old akkauntlarni obzor qilib chiqamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmang. Qani unda videoga ketdik. Xo'p, birinchi akkauntimiz 513 209. Normalniy Tama Voice 61 levelli akkauntimiz chiqib keldi va ko'rishingiz mumkin. Hech nimasi yo'q, shlyapa bitta arja qo'yibdi. Xo'p, birinchi erpisini ko'raylik. Desam, erpisi yopiq ekan. Kolleksiyaga o'tamiz. Bundoq qilsak, normalniy narsalar menimcha yo'q. Voy. Mifik kiyim bor ekan mana bu. Vache zo'r PUBG Mobile tarixidagi eng birinchi mifik kiyim. Voy, qizil set bor ekan, gap yo'q. Voy, kapitan. Buni ham kapitan deyishadi, lekin energetik kapitani. Mana qizilan old, vache old, ancha muncha odamda yo'q kiyim bu. Vau. Yana qaysi kiyimlar old? Hop. Voy, Mise B bor ekan. Vay, gap yo'q. Mise B'ni sevaman, prям. Kaskalada hech nima yo'q. Mifik yubka, o. Yo'q, qiziq emas. Unda ikkinchi akkauntga o'tamiz. Nima qilamiz? Bu akkauntimizda 510 va 3.0 599. Door of 44-level akkaunt. Erpisi bor ekan hozir bu sezonniki. O'xdi, ikkinchi sezonda o'ynalgan ekan. S3 bitta o'ynab qo'yilgan akkaunt ekan. Yaxshi, voy, vache oldi akkaunt ekan. Kolleksiyasiga o'tamiz. Ha! Voy, mana kiyimni qaranglar. R2, voy, biling. Gap yo'q, mana shu vache oldi R2 ni bilgan biladi. Gap yo'q. Kaskaladan hech nima yo'q. O'xdi, mana kiyim bor ekan, bu pijama, jilet. Bu ham vache oldi sanaladi. Va bu bor ekan, siyoh rang set, bu ham zo'r turadi. Ayniqsa kapitan ishtoni bilan. Mana bu set ham oldi, juda ham oldi hisoblanadi. Menimcha, Godzillani eski popkasi bor ekan. Gap yo'q, mujik. Bitta nonni popka va ishton yo'q. Oxirgi marta nechta sezon? 9da 6 gacha o'ynab qo'yilgan ekan Pros Attack. Qanunda 3-chi akkauntga o'tamiz. Bu ham 510 3.0 235. Bu akkauntga o'tamiz. PUBG X Prime 36-level va akkauntga kirib ko'ramiz. Voy deb reaksiya qilib qo'yamiz. Chunki sariq bey full akkaunti. Vau, gap yo'q. 6-sezon AVP'si ushlab olgan va erpisi 1 hozirgi sezonniki A9da 5 gacha ko'tarilgan ekan. Va S2-sezonda 70, S3dan erib olib kelingan ekan. Vay, vache oldi. Mana shu BP krossovkasini o'zi akkauntga normalniy pul qo'shadi va juda ham chiroyli turadi. Gap yo'q. Bu normalniy mifiklar. Juda ham oldi bu akkaunt. Mana mana qizil kapitani ham bor ekan. Old setlardan olov rang set. Bu menimcha unchalik old emas. Mana bu yana sanu kapitan boshqacha. Qizil kapitan bor ekan. Godzilla ishton. Bey full, sariq bey full.
Gap yo'q. Va oxirgi akkauntimizga o'tamiz. Bu akkauntimizdan 9. Oddiy 9. Bu juda ham old akkauntligi sonidan bilinib turibdi. Va kirsak, hech nimasi yo'q, lekin S2 o'ynalgan, S3 o'ynalgan, yerb olingan va S8 dan boshlab hali o'ynalmoqda. Lekin kiyimlari ham zo'r edi, adashmasam. Zo'r bo'lsa kerak deb turdik. O, mamliya pasano maska va missiya B. Gap yo'q. Mana shu akkaunt menda bo'lib qolsa, voy, mana bu kapitan ham bor ekan. Energetik kapitan. Gap yo'q. Mana shu akkaunt menda bo'lgan edi. Men akkauntdan umuman chiqmasdan o'ynayardim. Wow, yukka bor ekan. Xo'p, endi bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz tugadi va bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki bizda bu yaqinda 30 mingta bo'lamiz. 30 mingtaga juda ham oz qolgan va bugun bu yilgi niyatimiz 100 mingta bo'lish. Buni qilsa bo'ladi, lekin sizlar aktiv bo'lib bersanglar, bizlardan videolar chiqaradi va aktiv bomba bo'lib ko'tarilib ketaveramiz. Bilaman, bu videoni ancha kam odam ko'rishi mumkin, lekin biz ham o'z davrining eng zo'ri bo'lganmiz vaqtida. Lekin biz ham boshqalarga o'xshab katta videolarda zo'r reklama bo'lmaydi, reklama chiqmaydi. Lekin bu video chiqsa juda ham xursand bo'lardim. Mayli, gap qilsa qilib, sizlar bilan pantera bo'ldi videomizda. Keyingi video uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying. Chunki keyingi video ham zo'r chiqadi. Hammaga xayr.